Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tibbiy jihozlarni sinovdan o'tkazish va kalibrlash malaka oshirish kurslarini boshlaymiz. Bugun 4-ma'ruza kalibrlash asoslari va uning tibbiyot amaliyotdagi ahamiyati. Kalibrlash bu tibbiy asbobning ko'rsatkichlari, belgilangan mos yozuvlar, qiymatlarga mos kelishini ta'minlash uchun uning aniqligini sozlash va sinovdan o'tkazish jarayoni hisoblanadi. Kalibrlash vaqtida asbob ma'lum xarakteristikalar standarti bilan taqqoslanadi va agar kerak bo'lsa, standartdan chetlanishlarini minimallashtirish uchun tuzatishlar kiritiladi. Tibbiy amaliyotda kalibrlashning ahamiyati shundaki, u tibbiy asboblardan olingan ma'lumotlarni aniqligi va ishonchliligini ta'minlaydi. Bu bemorlarni tashxislash, kuzatish va davolash uchun juda muhimdir. Noto'g'ri kalibrlangan asbob noto'g'ri natijalarga olib kelishi mumkin. Bu esa o'z navbatida klinik qarorlarni qabul qilishga va natijada bemorlarning salomatligi va xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin. Doimiy kalibrlash sizning asboblaringiz standartlari va qoidalariga muvofiqligini ta'minlash orqali ushbu xavflardan qochishga yordam beradi. Kalibrlash, tekshirish va aniqlik sinovlari tibbiy asboblarning to'g'ri ishlashini ta'minlashga qaratilgan har xil turdagi sinovlardir. Ammo ular turli maqsadlarga ega va turli kontekstlarda qo'llaniladi. Kalibrlash. Kalibrlash bu tibbiy asbobning etalonlarini mos yozuvlar qiymatlariga mos kelishini ta'minlash uchun sozlash va sinovdan o'tkazish jarayonidir. Kalibrlash vaqtida qurilma standart etalon bilan taqqoslanadi va agar og'ishlar nomuvofiqlik aniqlansa, u sozlanadi. Undan maqsad asbobning aniqliligini ta'minlash, uning etalonlari belgilangan standartlar va ko'rsatkichlarga mos kelishidir. Ilova qilib aytadigan bo'lsak, asboblarni ish holatida saqlash va o'lchash xatolarini oldini olish uchun kalibrlash muntazam ravishda amalga oshiriladi. Keyingisi verifikatsiya tushunchasi. Verifikatsiya bu qurilmaning ishlashini moslashtirmasdan belgilangan talablar yoki standartlarga muvofiqligini tekshirish jarayoni. Tekshirish vaqtida qurilma o'z funksiyalarini texnik shartlarga muvofiq bajaradimi yoki yo'qmi aniqlanadi. Undan maqsad qurilmaning maqbul chegaralarida ishlashini va belgilangan standartlarga javob berishini tasdiqlash hisoblanadi. Tekshirish qurilmaning ishlab chiqarish, ta'mirlash yoki ishlashdan oldin ishlashini ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Aniqlik sinovi, ya'ni tekshiruvi. Aniqlik sinovi tekshiruvi asbobga hech qanday o'zgartirish kiritmasdan asbob ko'rsatkichining mos yozuvlar qiymatidan og'ishini o'lchash jarayoni hisoblanadi. Asbob ko'rsatkichlari qanchalik aniqligini aniqlash uchun xizmat qiladi. Bundan maqsad kalibrlash yoki almashtirish zarurligini aniqlash uchun asbobning aniqligini baholash. Aniqligini tekshirish muntazam parvarishlashning bir qismi sifatida yoki o'lchov xatolariga shubha qilingan hollarda amalga oshirilishi mumkin. Kalibrlash va o'lchash bilan bog'liq asosiy tushunchalar va atamalar quyidagi asosiy elementlardan tashkil topgan. Birinchisi etalon, ya'ni standart. Bu aniq, ma'lum va sertifikatlangan xususiyatlarga ega bo'lgan qurilma yoki qurilmalar to'plami. Standartlar kalibrlash jarayonida boshqa asboblarni tekshirish va sozlash uchun ishlatiladi. Kuzatish qobiliyati, ya'ni traceability deyiladi inglizchada. Bu har bir milliy yoki xalqaro standartlar bilan bog'langan uzluksiz kalibrlash zanjiri orqali standart bilan bog'liqligini ta'minlaydigan o'lchov xususiyati hisoblanadi. Kuzatilish o'lchov natijalarini ma'lum aniqlik bilan standartga qaytarishni ta'minlaydi. O'lchov zanjiri bu parametrlarni o'lchash uchun ishlatiladigan asboblar va qurilmalar ketma-ketligi. Bu o'lchovlarni ishlab chiqarish uchun o'zaro ta'sir qiluvchi sensorlar, kuchaytirgichlar, ma'lumotlarni qayd qiluvchi va boshqa komponentlarni o'z ichiga oladi. O'lchov xatosi measurement error deyiladi. O'lchov xatosi o'lchangan qiymat va o'lchangan miqdorning haqiqiy qiymati o'rtasidagi farqdir. Xato turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin, jumladan qurilmaning yetarli darajada aniq emasligi, tashqi sharoitlar, inson omili va boshqa ta'sirlar. O'lchov xatosini bir nechta turga bo'lish mumkin. Tizimli xato, ya'ni systematic error. Tizimli xato bu o'lchov natijalarining bir yo'nalishdagi doimiy egilishi, masalan, har doim haqiqiy qiymatdan yuqori yoki har doim past. Bu asbobni noto'g'ri kalibrlash eskirgan komponentlar yoki boshqa taxmin qilinadigan omillar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Tizimli xatolikni muntazam kalibrlash va asbobni sozlash orqali kamaytirish yoki yo'q qilish mumkin.
Tasodifiy xato, random error. Tasodifiy xato o'lchovga ta'sir qiluvchi tasodifiy va oldindan aytib bo'lmaydigan omillar tufayli yuzaga keladi. Bularga atrof muhitdagi o'zgarishlar, kichik voltaj o'zgarishlari, inson xatolari va boshqa o'zgaruvchilar kiradi. Tasodifiy xato odatda statistik usullar bilan tavsiflanadi. O'lchovlarni takrorlash va natijalarni o'rtachalashtirish orqali kamaytirilishi mumkin. Endi esa qo'pol xato, ya'ni gross error. Qo'pol xatolik o'lchash jarayonidagi muhim qoidabuzarliklar, masalan, asbobdan noto'g'ri foydalanish, aniq inson xatosi yoki uskunaning ishdan chiqishi tufayli yuzaga keladi. Qo'pol xatolarni aniqlash va tuzatish odatda oson va oddiy o'lchov sharoitida hisobga olinmasligi kerak. Xatolar turlarini va ularning manbalarini tushunish, aniq va ishonchli o'lchovlarni ta'minlash uchun juda muhimdir. Kalibrlash jarayonida ushbu xatolar aniqlanadi va iloji bo'lsa tuzatiladi. Bu tibbiy asboblarning maksimal aniqlik bilan ishlashiga va xavfsizlik talablari va standartlariga javob berishiga imkon beradi. Kalibrlash etalonlari, asosiy standartlar. Bu o'lchov birliklarini aniqlash uchun ishlatiladigan eng aniq standartlardir. Ular odatda milliy standartlar laboratoriyasi, masalan, AQShdagi NIST yoki Germaniyadagi PTB tomonidan saqlanadi. Ushbu standartlar qo'shimcha kalibrlashdan o'tkazilmaydi va aniqlikni boshqa standartlarga o'tkazish uchun ishlatiladi. Asosiy birlamchi standartlar, ya'ni primary standards, bu o'lchov birliklarini aniqlash uchun ishlatiladigan eng aniq standartlardir. Ular odatda milliy standartlar laboratoriyalari, masalan, AQShdagi NIST yoki Germaniyaga PTB tomonidan saqlanadi. Ushbu standartlar qo'shimcha kalibrlashdan o'tkazilmaydi va aniqlikni boshqa standartlarga o'tkazish uchun ishlatiladi. Ikkilamchi standartlar. Ushbu standartlar birlamchi standartlarga muvofiq sozlangan va boshqa kamroq aniq asboblarni kalibrlash uchun ishlatiladi. Ikkilamchi standartlar o'lchovlarni birlamchi standartlarga kuzatish imkonini beradi. Ish standartlari, working standards. Ish standartlari asboblarni muntazam kalibrlash va sinovdan o'tkazish uchun ishlatiladi. Ular ikkilamchi standartlar yordamida kalibrlanadi va odatda sanoat va tibbiy sharoitlarda muntazam ish uchun ishlatiladi. Kalibrlash uchun standartlar va mos yozuvlar standartlaridan foydalanish o'lchovlarning izchilligini va natijalarning standartlarga muvofiqligini ta'minlaydi. Bu tibbiy asboblarning sifati va xavfsizligini ta'minlash uchun juda muhim hisoblanadi. Standartlar natijalar to'g'ri va butun dunyo bo'ylab taqqoslanadigan bo'lishi uchun o'lchovlar va kalibrlash qanday amalga oshirilishi kerakligi belgilanadi. Standartlar o'z navbatida asbob-uskunalarni kalibrlashda, klinik amaliyotda, uning aniqligi va ishonchliligini ta'minlashda tayanishi mumkin bo'lgan mos yozuvlar qiymatlarini beradi. Kalibrlash bosqichlari: tayyorlash, o'lchovlarni olish, natijalarni hujjatlashtirish. Kalibrlash jarayoni bir necha asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi. Ularning har biri tibbiy asbobning aniqligi va ishonchliligini ta'minlashga qaratilgan. Kalibrlash asboblarni ish holatida saqlash, ularning ko'rsatkichlari belgilangan standartlarga mos kelishini ta'minlash uchun zaruriy protsedura hisoblanadi. Keling, kalibrlashning asosiy bosqichlarini ko'rib chiqaylik. Birinchisi, kalibrlash uchun tayyorgarlik, ya'ni talablarni aniqlash. Birinchi bosqichda asbobning qaysi parametrlarini kalibrlash kerakligini, shuningdek, buning uchun qaysi standartlar yoki standartlar qo'llanilishi aniqlash muhimdir. Ushbu turdagi uskunalar uchun qo'llaniladigan me'yoriy talablar va standartlarni hisobga olish kerak. Atrof muhit sharoitlarini tekshirish. Harorat, namlik va elektromagnit shovqin kabi atrof muhit sharoitlari kalibrlash natijalariga ta'sir qilishi mumkin. Keyingi bosqichda qurilmani tayyorlash. Qurilmani tozalash va kerak bo'lganda ish haroratiga qanday qadar qizdirish kerak. Asbobning yaxshi ishlashi va kalibrlash uchun tayyor bo'lishini ta'minlash ham muhimdir. Keyingi bosqich esa o'lchovlarni olish, ya'ni o'lchovlarda qanday olinadi? Kalibrlash o'lchovlarini o'tkazish. Ushbu bosqichda qurilma, ya'ni yozuvlarning aniqligini aniqlash uchun standart bilan taqqoslanadi. Agar asbob standartdan chetga chiqsa, bu og'ishlarni minimallashtirish uchun tuzatishlar kiritiladi. Keyingi bosqich esa asbobni sozlash. Agar o'lchov natijalari sezilarli og'ishlarni ko'rsatsa, asbobni sozlash talab qilinishi mumkin. Bu aniq nimaga erishish, yozuvlarga erishish uchun dasturiy yoki apparat sozlamalarini o'z ichiga olishi mumkin. Keyingisi takrorlilikni tekshirish. O'lchovlarni takrorlash natijalarning izchilligi va aniqligini ta'minlashga yordam beradi. Odatda asbob o'qishlarning takrorlanishini va aniqligini tekshirish uchun bir nechta
o'lchovlar amalga oshiriladi. Keyingi bosqich esa natijalarni hujjatlashtirish. Ya'ni hujjatlashtirish kerak. Bunda birinchi qilinadigan ish kalibrlash natijalarini yozib olish. Barcha o'lchov natijalari hujjatlashtirilishi kerak. Bunga dastlabki ma'lumotlarni kalibrlash, jarayonning tavsiflarini, kalibrlashdan oldin va keyin o'qishlarni va kiritilgan har qanday tuzatishlarni yozish kiradi. Keyin esa kalibrlash hisobotini yaratish. Yozilgan ma'lumotlarga asoslanib audit, muvofiqlik testi yoki keyingi kalibrlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan rasmiy hisobot yaratiladi. Keyingisi esa yozuvlarni saqlash. Barcha hisobotlar va yozuvlar zarur bo'lganda, masalan, audit yoki tergov paytida ma'lumotlarga kirishni ta'minlash uchun tartibga soluvchi talablar va tashkiliy standartlarga muvofiq saqlanishi kerak. Kalibrlash usullari va vositalari. Kalibrlash uchun ishlatiladigan asboblarning umumiy ko'rinishi. Kalibrlash usullari va vositalari tibbiy asboblarning aniqliligi va ishonchliligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Asbob turiga va talab qilinadigan aniqlikka qarab turli xil vositalar va texnikalar qo'llaniladi. Tibbiy asboblarni kalibrlashda qo'llaniladigan asosiy vositalar va usullarni ko'rib chiqaylik. Birinchisi kalibrator. Kalibratorlar tibbiy asboblarni sinash va sozlash uchun mo'ljallangan maxsus qurilmalardir. Ular uskunaning to'g'riligini tekshirish uchun zarur bo'lgan standart elektr signallari, bosim, harorat yoki boshqa parametrlarni yaratish mumkin. Elektr kalibratorlari EKG monitorlari, defibrilyatorlar va qon bosimini monitorlari kabi elektr o'lchash asboblarini sinash va kalibrlash uchun ishlatiladi. Harorat kalibratorlari termometrlarni va boshqa harorat sensorlarini kalibrlash uchun ishlatiladi. Bosim kalibratorlari esa barometrlarni, bosim o'lchagichlarni va boshqa bosim o'lchash asboblarini kalibrlash uchun ishlatiladi. Keyingisi esa etalon manbasi. Etalon manbasi asboblarni sinash va sozlash uchun ishlatiladigan ma'lum va sertifikatlangan xususiyatlarga ega qurilmalar. Ular o'lchov natijalarining yuqori aniqligi va kuzatilishini ta'minlaydi. Etalon massalari tarozi va boshqa o'lchov asboblarini kalibrlash uchun ishlatiladi. Etalonli kuchlanish va tok manbalari, voltmetrlarni, ampermetrlarni va boshqa o'lchash asboblarini kalibrlash uchun ishlatiladi. Keyingisi esa multimetrlar. Multimetrlar kuchlanish, oqim va qarshilik kabi elektr parametrlarni o'lchash uchun ishlatiladigan ko'p qirrali asboblardir. Ular o'lchovlarni olish uchun ham boshqa asboblarni kalibrlash uchun ham ishlatilishi mumkin. Multimetrlar ko'pincha kalibrlash jarayonida elektr qurilmalarining to'g'riligini tekshirish uchun keng foydalaniladi. Keyingisi esa manometrlar, bosim o'lchagichlari. Manometrlar bosimni o'lchash uchun asboblardir. Ular mustaqil kalibrlash moslamalarini sifatida yoki bosim kalibratorlari bilan birgalikda ishlatilishi mumkin. Manometrlar qon bosimini o'lchagichlari va bosimni o'lchaydigan boshqa tibbiy asboblar kabi asboblarni kalibrlash uchun kerak va keng qo'llaniladi. Keyingisi esa oscillograflar elektr signallarini ko'rish va tahlil qilish uchun ishlatiladi. Ular EKG monitorlari va elektr signallarini aniq o'lchashga bog'liq bo'lgan boshqa qurilmalar kabi murakkab tibbiy asboblarni kalibrlash uchun ishlatilishi mumkin. Oscillograflar vaqt va chastota xarakteristikalari bilan ishlaydigan asboblarni kalibrlash uchun zarur bo'lgan signal parametrlarini kuzatish va o'lchash imkonini beradi. Endi esa tibbiy asboblarda bu namunalarni ko'rib chiqamiz. Qanday kalibrlash usullaridan foydalaniladi va qanday kalibrlanadi shuni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi elektrokardiograf EKG. Kalibrlash usuli mos yozuvlar signali yordamida to'g'ridan-to'g'ri kalibrlash usuli deyiladi. Elektrokardiograf yurakning elektr faolligini o'lchaydi. Uni kalibrlash uchun mos yozuvlar elektr signali ishlatiladi. U qurilmaning kirishlariga beriladi, keyin qurilma tomonidan olingan natijalar mos yozuvlar qiymatlari bilan taqqoslanadi. Agar qurilma ko'rsatkichlari me'yordan chetga chiqsa, uning parametrlari o'rnatiladi. Bu yurak kasalligi tashxisining to'g'riligini ta'minlash uchun zarur, chunki har qanday noaniqliklar natijalarini noto'g'ri talqin qilishga va natijada davolanishdagi xatolarga olib kelishi mumkin. Keyingisi esa termometrlar. Kalibrlash usuli harorat ko'rsatkichi yordamida to'g'ridan-to'g'ri kalibrlash.
Termometrlar tananing yoki boshqa narsalarning haroratini o'lchaydi. Kalibrlash uchun termometr aniq ma'lum bo'lgan haroratli muhitga, masalan, termostat yoki mos yozuvlar suyuqligiga botiriladi. Keyin termometrlar ko'rsatkichlari mos yozuvlar qiymatlari bilan taqqoslanadi. Agar termometr noto'g'ri haroratni ko'rsatsa, xatolarni tuzatish uchun uni kalibrlash kerak. Bu ayniqsa tanqidiy vaziyatlarda bemorlarning ahvolini to'g'ri kuzatish uchun judayam muhimdir. Keyingisi manometr, bosim o'lchagichlari, qon bosimi va boshqa bosimlarda. Kalibrlash usuli mos yozuvlar bosimi yordamida to'g'ridan-to'g'ri kalibrlash. Bemorda qon bosimini kabi bosimni o'lchash uchun manometr ishlatiladi. Kalibrlash vaqtida bosim o'lchagich aniq ma'lum bosim hosil qiluvchi mos yozuvlar bosim manbaiga ulanadi. Manometr ko'rsatkichlari mos yozuvlar qiymatlari bilan taqqoslanadi. Agar ular mos kelmasa, bosim o'lchagich aniqlikka erishish uchun o'rnatiladi. To'g'ri kalibrlash gipertenziya yoki gipotoniya tashxisi va davolashga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan qon bosimini o'lchashdagi xatolarni oldini olish uchun judayam muhimdir. Keyingisi glyukometr. Glyukometr nazorat yechimlari yordamida bilvosita kalibrlash. Glyukometr qondagi glyukoza darajasini o'lchaydi. Bu diabetni nazorat qilish uchun muhimdir. Kalibrlash uchun glyukoza darajasi ma'lum bo'lgan nazorat eritmasi ishlatiladi. Hisoblagich ushbu yechimni tekshiradi va uning ko'rsatkichlari kutilgan qiymatlar bilan taqqoslanadi. Agar qurilma noto'g'ri ma'lumotlarni ko'rsatsa, uni sozlash kerak. Qon glyukoza o'lchagichini to'g'ri kalibrlash juda muhim, chunki noto'g'ri natijalar insulin yoki boshqa dorilarning noto'g'ri dozasiga olib kelishi mumkin. Keyingisi esa pulsaksimetr. Kalibrlash usuli mos yozuvlar yorug'lik manbai yordamida bilvosita kalibrlash. Pulsaksimetr yorug'lik signali yordamida qondagi kislorod bilan to'yinganlik darajasini o'lchaydi. Pulsaksimetrni kalibrlash uchun ma'lum xususiyatlarga ega qon oqimini simulyatsiya qiluvchi mos yozuvlar yorug'lik manbai ishlatiladi. Olingan ma'lumotlar mos yozuvlar qiymatlari bilan taqqoslanadi va agar kerak bo'lsa qurilma moslashtiriladi. To'g'ri kalibrlash ayniqsa gipoksiya sharoitida bemorni kuzatish uchun juda ham muhimdir. Keyingisi infuzion nasos. Kalibrlash usuli o'rnatilgan tizim orqali avtomatik kalibrlash. Infuzion nasoslar bemorning tanasiga suyuqlik oqimini nazorat qiladi. Ko'pgina zamonaviy infuzion nasoslarda avtomatik kalibrlash uchun o'rnatilgan tizimlar mavjud. Ushbu tizimlar belgilangan parametrlarga qarab suyuqlik yetkazib berishning to'g'riligini tekshiradi. Avtomatik kalibrlash inson xatolarini kamaytiradi va ayniqsa intensiv terapiyada bemor xavfsizligini ta'minlaydi. Keyingisi ultratovush apparati. Fantomlar yordamida to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita kalibrlash turi hisoblanadi. Ultratovush apparatlari ichki organlarni ko'rish uchun ishlatiladi. Kalibrlash uchun fantomlar qo'llaniladi. Turli xil tana tuzilmalariga taqlid qiluvchi to'qimalar modellari kalibrlash tasvir sifati va masofa yoki hajm kabi o'lchovlarning aniqligini tekshirishni o'z ichiga oladi. Bu to'g'ri tashxis qo'yish va tasvirni talqin qilishda xatolarning oldini olish uchun juda ham muhimdir. Keyingisi laboratoriya qon analizatorlari. Bu bo'lishi mumkin genometalik analizator, bu bo'lishi mumkin biokimyoviy analizator yokida IFA, ya'ni immunoferment analizator. Mos yozuvlar namunalari yordamida raqamli kalibrlash turkumiga kiradi. Qon analizatori gemoglobin yoki oqsil darajasi kabi turli parametrlarni o'lchaydi. Kalibrlash uchun avval ma'lum bo'lgan parametrlarga ega mos yozuvlar qon namunalari qo'llaniladi. Analizator ushbu namunalarni tekshiradi va aniq o'lchovlarni ta'minlash uchun moslashtiriladi. Bu kasalliklarni tashxislash va davolash uchun zarur bo'lgan ishonchli natijalarni olish uchun juda ham muhimdir. Shu bilan 4-darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun